Hayit dasturxoningiz uchun shunaqa birlis bo'lib chiqadigan, barakali va yumshoqqina bo'lgan medavikka o'rgatib qo'yamiz. Gazga qo'ysa bo'ladigan idishimizga asal, soda solamiz va yaxshilab tinmasdan aralashtirib turamiz. Ketidan saryonni ham solib, chiroyli bo'lib qizargandan keyin tagini o'chiramiz. Alohida idishga 6 ta tuxum, 1 stakan shakar, ketidan sovigan asalli massamizni ham solib, razrixlitsil va 2 stakan unimizni ham elakdan o'tkazib solib, aralashtirib, однородный massaga keltirib olamiz. Tayyor massamizni 3 ta yoki 4 ta qismga bo'lib, duxovkada ketma-ket pishirib olamiz. Boshqa idishimizga 35% slivka, yaxshi zugushonkani solib, mikserda aralashtirib, krem holiga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan kremni xolodilnikka qo'yamiz. Boshqa idishimizga 5 qoshiq shakar, 5 qoshiq un solib, ketidan yarim litr sut solib, gazga qo'yib, quyilgunigacha yaxshilab aralashtirib turamiz. Pishgandan keyin sariyog' solib, sovutishga olib qo'yamiz. Sovigandan keyin ikkita kremni birlashtirib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Siz xohlasangiz bitta kremni o'zini qilsangiz ham bo'ladi. Lekin shunaqa zavarnoy krem bilan morojniy kremni aralashtirib qiladigan bo'lsangiz, mazasi har doimgidan ham zo'r chiqar ekan. Chetidan chiqqanlarimizni urvoq qilib ustiga sepib, 3 soat xolodilnikka qo'yib, bemalol kesib dasturxonga tortsak bo'ladi. Retsept saqlab, menga obuna bo'lib qo'ying. Yoqimli ishtaha.